mebelchi degani zo'r degani emas-ku. Mebelchidan so'chib keldi, shu unga turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Agar sotadigan bo'lganda, mayli, agarda yo'q, o'zi yasingan yo'q. Yo'q. Nega? Men hali kichkina qizman. Agar sevgan bo'lsam, ha. Qiz emas, gul o'g'unchak. Конечно. Nega? Bu ham ish halol mehnat. Mebelchidan sovchi kelsa, turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Bilmadim, mebelchi degani zo'r degani emas-ku. Women. Albatta, kasb ahamiyati yo'q. Bo'ldi, qo'yganlik deyman deyapti. Ancha yo'q. Nega? Mebelchilardan qo'yinim ketganchi. Voy nega? Oilamizda o'zi tak hamma mebelchi. Mebelchi bo'lsa kimga turmushga chiqasiz? Arxitektorgacha. Kimga chiqqan bo'lardingiz? Qayniga? Sizcha? Endi o'zimdan soha. Yurtim har qarich yeri orimdan ulug'. Yaxshi ko'rib qolsam mayli-ku. Qolgan qizlar yo'q deyapti-da. Nega? Bilmayman. Yomon kasb emas. Taqdir bo'lsa mayli. Nima deymiz endi? Qizlar sizlar-chi mebelchiga turmushga chiqqan bo'larmidinglar? Javobinglarni kommentariyada kutib qolaman.